Assalomu alaykum. Yana bir marta mana shu 937-qonun bo'yicha o'zimizning kanalimizda, mana Teskari media kanalida shu bir xalqimiz bilan kadastr o'rtasida bo'layotgan norozigarchiliklar, kadastr agentligi bilan bo'layotgan norozigarchiliklar bo'yicha bir uchrashuv qilgan edik. Shuni sizlarga e'tiboringizga havola qildik. Shu bo'yicha biz Respublika kadastr agentlik xodimlari bilan uchrashuv belgilab, uchrashib, shular video zapislariga oldik. Endi bu yerda men aytadigan narsam, buni ozroq sharhlab o'tmoqchiman. 937-qonun nima uchun chiqarilgan o'zi? Davlat qonuni. Prezidentimiz tashabbusi bilan aksiya berilgan 18-yilda. Shuning uchun ham 2018-yil may oyidan burungi qurilgan qurilmalarga, egallab olingan yerga shu egalik huquqi berish bo'yicha, ijro huquqi berish bo'yicha yerga, qurilmaga egalik huquqi berish bo'yicha prezidentimiz aksiyasi bu. Buni biz endi bizning fikrimiz, shaxsiy fikrimiz, bu yerda bularga qandaydir topshiriqlar bo'lganmi, xalqimizdan shu katta jarimalar o'ndirish bo'yicha shu qonunni noto'g'riroq talqin qilib, shuni xalqimizga katta jarimalar hozirgi kunda urilgan. Biz shuni aniqlik kiritish bo'yicha Respublika kadastr agentligi xodimlari bilan shuni muhokama qildik. Mana e'tiboringizga havola qilamiz hozir. Shundan burun masalan men bir ikki narsani aytib o'tay. Shular bilan uchrashganimdan keyin mana video qilyapman. Shuning uchun ham buni boshida qo'yaman. Uchrashuvda aytyapti Respublika kadastr xodimlari, bizga dedi topshiriq berilgan dedi. Lekin biz topshiriqni jo'natganmiz va adliya tomonidan bizga xat chiqarilgan, xatni topshiriq asosida hamma viloyatlarga berganmiz. Shunda ham qandaydir xatoliklar bo'lib o'tyapti degan gap aytyapti. Ya'ni ichida aytyapti, sudlarimiz, sudyalarimiz bizga rahmat aytyapti. Rahmat aytadigan bo'lsa sizga, oldindan shuni qonun sudyalar ham bilmaydimi? Nimaga jarimalar qilyapti? Shu aksiya berilgan holatlarga ham jarima qilinyapti deymiz. Mana ko'rayotgan fuqaromiz, mana gapirayotgan fuqaromiz haqiqatdan shunday nimaga tushgan jarimaga. Hozir shuna viloyat komissiyasi kelgandan keyin bizga xulosa javob bering deb bersak, bizga javob oddiy beryapti shunda. Mana endi sudga chiqib dedi, shuni qaytaring. Ya biz nima endi sudga chiqib qaytib, bular xato qiladi, biz sudga chiqib qaytarib, sudyalarimiz bilmaydigan bo'lsa, o'zi qonunni shu yerda chiqargan qonun emissiya vaqtida, aksiya vaqtida u jarima qilmasligini sudyalar bilmasdan shuni qilyaptimi deymiz. Ko'p odamlar kamaytirishga beryapti. Yo'q, unday emas. Bu kamaytirishga berish kerak emas. Buni noqonuniy kuchlarning agentlik tomonidan qabul qilingan qarori bekor qilishga berish kerak degan meni fikrim bu. Endi shu nimaga deganda, agarda shu sizning e'tirofga tushadigan bo'lsa shu narsa, shuni komissiya ko'rgandan keyingina bu nimaga chiqib turib jarima qo'llashga harakat qilish kerak. E'tirofga tushmaydigan, mana 28-yilgacha bu e'tirof shuna komissiya tayinlanib turibdi, shu nimada aylanib turadi. Shundan keyin qilish kerak degan biz fikrimiz bor. Mana buni hozirgi nimani kuzatib borasizlar. Mana yaxshilab e'tibor bersangiz, Respublika kadastr agentligining 937-qonun bo'yicha o'zini boshqarmasi bor ekan, shuni boshliqlari mana bizga javob berdi. Buni yaxshilab o'zingiz kuzatib boring. Mana shundan kelib chiqib, mana agarda shunday sizda ham shunday holatlar bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Mana biz iloji boricha xalqimizga yordam beramiz deb mana harakat qilyapmiz. Shu 937-qonun ko'p joylarda noto'g'riroq talqin qilinib turibdi degan biz fikrimiz bor. Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, mana O'zbekiston Respublikasi kadastr agentligining mutaxassislari bilan uchrashuvga, shuni bir savollar, xalqimiz qilayotgan savol bo'yicha uchrashuvga keldik. 937-qonun, davlat qonuni chiqarilishining maqsadi hozirgi kunda shu 2018-yildan burungi
qurilmalarga qilinayotgan jarimalar to'g'rimi degan nimada sizlarga bilib olmoqchimiz. Qaysi o'zi maqsad? Qonunni chiqishidan maqsad nima o'zi? Nima chaqirmadingizmi daxl boshqarmadan? 907 dan ularni olgan o'sha. Ularni aslida 907 bo'yicha muvofiqlashtiruvchi boshqarma 937-sonli qonunni chiqishidan maqsad siz xabaringiz bo'lsa kerak, o'qigandirsiz, o'sha qonunchi deydi. Bevosita o'zboshimchalik bilan egallangan yer maydonlarida qurilgan 2008-1-maygacha qurilgan imoratlarga egalik huquqini berish. Ya'ni mulkka bo'lgan bino inshootga mulk huquqini, yer uchastkasiga ijara huquqini berish masalasida qabul qilingan hujjat. Endi xalqimizda berilgan menimcha tushunishimcha aksiya deydi buni. Emissiya deyman, hamisha nimada o'sha emissiyalik davlat qonunidan chiqarilishi, shundan burungilarga e'tirof qilish. To'g'rimi? Maqsad shu. Maqsad shu. Egalik huquqini berish maqsadida prezident tomonidan imzolangan. Shunda 2018-yildan burungilarga hozirgi sizlarning viloyatlarda qilinayotgan inspektor tomonidan shu jarimalar qilinyapti. Shularga o'zingiz munosabatingiz to'g'rimi? Qanday holatlarda qo'llash mumkin 18-yildan burungilarga? Qonun qabul qilinmasdan oldingi holat bormi? Mana 18-yilda qurilgan. Hammasiga jarima qilib kelingan. Noqonuniy sifatida. Qonun qabul qilingandan keyin belgilab qo'yiladi. Qonun 31-moddasida belgilab qo'yiladi. Ushbu qonunda ko'rsatilgan muddat va talablar asosiga tushadigan holatlarga nima qilinmaydi, chora ko'rilmaydi deb yozilgan. Haqiqatan to'g'ri yozilgan. Bu yerda ko'rsatilgan 18-1-maygacha degan holatga oldin qonundan oldin ko'rgan. Bu payt ochiq edi. Bunaqa taqiq, bunaqa norma qo'yilmagan edi. Qonunning 31-moddasida chiroyli qilib yozib qo'ygan. Ushbu qonunda belgilangan 8 ta toifadagi yer uchastkalariga egalik huquqini berish maqsadlaridan tashqari bo'lgan holatlar, ya'ni 18-yildan keyingi qurilgan holatlarga amaldagi qonunchilik asosida chora ko'riladi yozilgan. 31-moddani yaxshilab o'qisangiz, mana shu ma'noga kelib chiqadi. Demak, bizga qanday bilamiz 18-yildan keyin qurilgan? Buni O'zbek kosmos agentligi tomonidan o'zlarining hukumatdan prezidentimiz hujjatlari asosida ularga berilgan topshiriq 930-sonli qonunda ham kim taqdim etadi o'sha qachon qurilgan masalasini yozib qo'ygan. O'zbek kosmos agentligi tomonidan beriladi. Bu tashkilot bizga o'sha kosmik syomkalarni solishtirish orqali 18-yildan keyin qurilgan imoratlarni bizga yangi ish turi qilib bergan. U biz qo'limizga bermaydi. Elektron hukumat doirasida platforma orqali boradi. Bizda tizim bor, nazoratni muvofiqlashtiruvchi ta'minlovchi monitoring tizim bor. Shu tizimga shuni kelib tushadi. Bizni ham ogohlantirmaydi ular. Bugun kelib tushadi, ertaga kelib tushadi, hozir kelib tushadi deydi. Biz keyin uni bevosita olib ijroga qaratamiz. To'g'ri. Hududga ijroga qaratamiz. Shu mana anaqa nazorat tadbirlari o'tkaziladi. Men tushuncham bo'yicha qisqasi O'zbek kosmos agentligi tomonidan sizlarga onlayn tashlab berilib turibdi 18 dan burunga. Shular jarima qilish. Bundan bu tashlamaganlarga jarima qila olmaydi sizlar tashkilot. To'g'ri? Yo'q. 18 hozirgi qonunda. Qonun chiqqunga qadar urib ketgan joylari ham qonundan keyin urolmay qoldi bu yoqda. Chora ko'rolmaydi. Qanaqa chora ko'rilmasin degan qayerlik xati bor, qayerlik hujjati bor. Qonun chiqdi-ku. Qonun 18-yilgacha deb qo'ydi. Bo'ldi. Bundan oldingi period hammasi qonun doirasida ko'rib chiqilayotgan holatlar. Aka. Qanday javob oldimda bo'layman qarang. Yo'q, bir so'z bilan aytganda 18 dan oldin qurilgan bo'lsa jarima qilganligi noqonuniy hisoblanadi. To'g'rimi? Qonun qabul qilingandan boshlab qilmaydi. Qonun qabul qilinganiga qadar qilib kelgan. U qilganlari alohida, lekin bundan keyin qilganlar to'xtatildi, yaxshi bo'ldi. 18 yilda birinchi oldingi qurilganlar to'xtatildi. Ular urolmaydi hozir, jarima qila olmaydi. Nazorat tadbirlari o'tkaza olmaydi. Sabab qonun bilan to'xtatildi. Qonunda yoziki 8 ta toifani ko'rsatib, mana shundan keyingi holatlar bo'yicha 31-moddada ko'rsatilgan. Bemalol amaldagi tartibing bo'yicha ishlaysan degan. Javobgarlik choralari. Tushundingizmi? Endi o holatlarni biz o'zimiz qidirib topganimiz yo'q. Sun'iy intellekt
kosmik monitoring sinoylari natijalari asosida bizga Endi ta'lim hozir qilinadi. bizda gapingizni bo'ldim. Bizda hozir shunaqa holat bo'ldi. 937-qonun imzolangandan keyin, kuchga kirganidan keyin, oradan 4 oy o'tganidan keyin biz xuddi shunaqa jarima qilindik. Qachon qurilgan? 18dan oldin qurilganligini kosmos agentligidan, o'z kosmosdan shartnoma asosida oldik. 1.300 ming so'm to'lab shartnoma olib, mana biz 18dan oldin qurganmiz desak ham suddan yutib chiqa olmadik. Unda agar haqiqatan kosmos agentligi tizim bor ekan ishlayapti, lekin hammasi 100% to'g'ri ishlaydi degani emas. Kecha kelgan xodim bor, yangi xodim. 1 yil oldin kelgan yangi xodim bor. Adashishi mumkinmi? Yo'q, mumkin. Agar shunaqa holatda siz aytgan holat to'g'ri bo'lib chiqsa, xulosalaringizni olib sud tartibida ko'rib chiqiladigan bo'lsa, albatta bizni chiqargan jarimalarimiz yoki da'volarimizni albatta bekor qilinadi. Sud oldini hukm chiqarib berishi kerak. Endi ko'p tashkilotlarda shunday, masalan, 100% aka biz to'g'ri ishlaymiz, misol uchun 101% ga to'g'ri ishlaymiz deya olmaymiz. Hamma yoqda kamchilik bor. Yo, sizlarda- ikkita holat chiqishi mumkin aytganingizdek. Yo, mana inkor ham qilamiz. endi uni hozir eng asosiysi hozir bo'lmaydi. Eng asosiysi misol uchun sizlarda tadbirlar o'tkaziladi, selektorlar o'tkaziladi, xodimlar yig'ib, to'g'rimi? Mana viloyatlar bilan. O'sha payt konkret bir to'xtatinglar, mana 18dan oldin qurilgan bo'lsa deb aytilganmi? Chunki sizlarda ko'rinib turadi-da, u tepadan qaraganda 18. Bitta narsani Men ko'ra oladigan narsani sizlar ko'ra olasiz. bermaysiz. Buni Adliya vazirligi hududlarda fuqarolar murojaatlarini immuniy mana shu 937 bo'yicha ular targ'ibot tashkilot o'tkazgan. Ko'p savollar kelib tushgan. Mana shunaqa holatda Adliya vazirligi bizga xat yozdi. Sizlarda mana shu 937 ga tushmayotgan holat, tushadigan holatda ham jarima qilyapsizlar. Oqibatda o'sha noto'g'ri xalqda nimasiga sabab bo'lyapti degan narsa kelgan. Keyin biz uni ustiga topshiriq xati o'zimiz rahbariyatdan topshiriq xati qilib hududlarga tushirib berganmiz. Mana shu 937 doirasiga tushadigan obyektlarga teginilmaydi. Bundan 31-modda dedim-ku, shu modda bilan ishlaysan og'ayni deb topshiriq xati tushirib, mana shu bo'layotgan narsalar bo'lgan bo'lishi mumkin bunaqa holatda. To'xtatilgan aslida. Rahmat. U mana o'zimiz tayyorlaganmiz o'sha xatni. Hozir nazorat sudyaga rahmat aytyapti bizga. Rahmat, biz ham rahmat aytamiz sizga. Sudlar bilan qatnashib chiqyapmiz hozir, qarang. Sudlar aytyapti, aniq adliya bordi. Adliya shuni aytdi, biz xat chiqarganmiz ularga. Shuning uchun topshirib ketgan viloyat bo'yicha, respublika bo'yicha deyapti sizlarga. Shu topshiriqdan bitta bizga ko'pga berasiz, hozir nima tugagandan keyin siz mutaxassislarga ko'rsatamiz. Endi yana bitta aniq savol, aniq ketib olamiz. Masalan, nizo deydi. 937. Baribir oldin solingan bilan ham, oldin qurilgan bilan ham bu yerda masalan yo'llar hududi boshqa nimalarning himoya hududlari bo'lishi mumkin. Bularda masalan to'g'ridan-to'g'ri sizlar o'zingiz shularni chaqirmasdan turib aniqlab keta olasizlarmi yo o'zlari chaqirish kerakmi himoya zonasini aniqlash uchun? Yo'q, xatlov jarayoni bo'yicha ismim Bekzod, hozir savolingiz shu kadastr xodimi muhofaza chegarasi zonasida tushgan tushmaganligini bila oladimi yo'qmi degan. Ha, aniq shu yerda aniqlab kelib ketadi savol. Ha, tushundim, to'g'ri. Kadastr xodimi inventarizatsiya qiladi, fuqaro egallab olingan yer uchastkasi bo'yicha. U muhofaza zonasida yoki muhofaza zonasida emasligi to'g'risidagi tushuncha, uni muhofaza zonasida tushgan tushmaganligi bo'yicha ma'lumotga ega emas. Shu sababli 937 qonunda 23 ta vazirlik idora bekorga belgilanmagan. Kadastr organi boradi, xato qiladi, xato ma'lumotlarni o'sha axborot tizimlariga kiritib, o'sha vakolatli bo'lgan organlarga jo'natadi. Ularning ichida biz aytib o'tgan temir yo'l bor, muhofaza zonasini belgilovchi, suv xo'jaligi vazirligi bor, o'zining muhofaza zonasini belgilovchi yo'l bor. Shu kabi yana 20 ta, 23 taga yaqin vazirlik idoralar bor. Ular o'zlarini hammasini ijobiy xulosasini yoki muhofaza tushgan bo'lsa, uni muhofaza zonasida joylashganligi bo'yicha ma'lumotni kiritib, ijobiy yoki salbiy xulosa beradi. Qarang, men rahmat sizga, savolimni yaxshi javob oldim deb o'ylayman. Agarda jarayonda 23 tashkilot yubormagan jarayon o'zi to'xtab turadimi? Yo'q. Nimaga? Qayerdan biladi muhofaza zonadaligini? Yo'q, sizlar nima to'xtab turadi? jarima qilish to'xtab turadi-da. Ular ko'rmagancha, komissiya ko'rmagancha to'xtami? To'g'ri topdimmi? Yo'q, tushunmadim so'zingizdan. Savolim shunday.
himoya zonalariga, masalan, himoya zonasida beni 18-yil burundan so'ng qurilgan imorat bo'lishi mumkin-ku. To'g'rimi? 18dan oldinmi, keyinmi? Oldin. Oldin jarima qilinmaydi. Qilinmaydi. Bu mana shu e'tirof dasturida tizimda yurib turadi. Mana bular aytgan ma'lumotlarga aylanib turadi. Qachonki u ijobiy olib ketishi mumkin, ijobiy chiqishi mumkin hamma xulosada oxirida yoki bular aytgandek qanaqadir zashni zonaga, alohida muhofazatli hududlarga tushadigan bo'lsa, atkazib beradi. Ya'ni salbiy xulosa beradi. Endi oxirgi xulosani adliyadan o'tadi. Qisqasi biz tushundik, hozir tushundik shunga. Keyin masalan ikkinchi tomoni bor ekan. 2010 qonunda nazarda tutilgan 2018-yil 1-maygacha qadar asosiy e'tibor shunga qaratilgan. Uni belgilovchi organ bu. Ya'ni bu yerda ikkita masala bor. Birinchisi egallab olingan yer masalasi bor. Ikkinchisi o'sha imorat qurilgan yil bor. Ikki xil. Talqin to'g'ri qabul qilish kerak. Endi ko'p joylarda masala ikki xilga bo'lib qolyapti. Sabab borilganda murojaatda mana ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p murojaat qilinadi yoki boshqa savollar bo'lganda yer bilan qurilgan imoratda bir-biridan aralashtirib olishadi. Egallangan yilda hokimiyat belgilaydi. Egallangan yerda. Qurilgan imoratda esa O'zbek kosmos agentligi bor. Bu belgilab beradi. Agar O'zbek kosmos agentligi tomonidan egallab berilgan yer 18-yil, ya'ni o'sha qonun talabiga mos tushmaganligi to'g'risida ma'lumot bersa, uni nazorat tartibida kadastr agentligi ko'radi, to'g'rimi? Agar 18-yildan oldin qurilganligi to'g'risida ma'lumot bersa, unga jarima masalasi qo'llanadi. Biz mana ko'p joyda shuni siz savolingiz bizlar ham bundan oldimizga qo'yib kelyapti, borgan joyimizda yer bor, bunda qurilgan imorat bor. Yer va imorat deb o'tgan qonunda yer va imorat. Ko'p joylarda imorat qurilmagan yerni egallab olgan bilan dedi bu tushmaydi deyapti. Endi qarang, qonunda 905 qonunda kriteriyalar bor, 8 ta toifa bor. 8 ta toifasi hech qaysi bo'sh yer uchastkasi to'g'risida gap ketilmagan. Demak, bo'sh yer uchastkasi qonun talabi emas. Qachon qonun talabi bo'ladi? O'sha egallab olingan yer uchastkasida imorat mavjud bo'lsa-gina. Imoratda yer va egallab olingan yeri. Siz 5-moddani aytyapsiz. 5-moddada 5-modda ortiqcha egallab olingan yer uchastkasi hamda unda qurilgan bino inshootlar to'g'risida gap ketadi. Demak, bu egallab olingan yer uchastkasi hamda qurilgandan ortiqcha. Demak, bu yer uchastkasiga huquq e'tirof etilib bo'lgan. Lekin unda ortiqcha bo'lgan qismi bor. Shu qismi kerak. O'sha uchastka haqida gapiryapmiz. 5-modda. Lekin u bo'sh yer emas. Gap vaqtida bo'sh yer haqida. Bo'sh yer umuman qonunga tatbiq imorati bo'lsa, hujum, mana ariq bo'lsa aytaylik, soy bor, soy. Bu yoqda yo'l bor. Bu demak soygacha bo'lgan hududda muhofaza hududiga kirmaydigan darajada bunaqa egallar foydalanib kelayotgan bo'lsa, daraxt ekib aytaylik, mana shuni nazarda tutyaptilar bular. Agar ham shuni nazarda tutgan qonundan. Bu imoratda hamma hujjatlarda bo'lib turib, qo'shimcha egallab kelayotgan bo'lsa, mana shu yerga bo'lgan anaqa e'tirof qilinadimi? E'tirofda kadastr belgilamaydi. Endi uni kadastr e'tirofini belgilovchi tashkilot emas. Uni 23 ta vazirlik idoralar bor, xulosasini beradi, kengash tomonidan e'tirof etiladi. Lekin qonun talablariga tushadi, to'g'ri? Qonun talablariga, xatlov talablariga tushishi mumkin. Qonun talablariga tushmaslik kadastr belgilab bermaydi. Endi mana bu boya belgilab o'tirgan, 5 da aytib o'tirgan 5-modda. 5-moddada umumiy chegara bor. Misol uchun aytaylik, bu 10 sotix yer. 0. Mana bu yerda qo'shimcha zaxvat yeri bor 0.2. Jami 12 sotix yer bor dedi. Deb olaylik. Mana shu 12 sotix territoriyasida misol uchun 100 kvadrat metr bino bor. Agar 100 kvadrat metr bino bo'lsa, bu 18-yilgacha qurilganligi to'g'risida hujjatlar mavjud bo'lsa, O'zkosmos tomonidan xulosa berilgan taqdirda unda egallagan zaxvat yer uchastkasiga huquq e'tirof etilishi mumkin. Agar qolgan talablarga javob bersa. Agarda qurilgan imorat bo'lmasa, bo'sh yer uchastkasi bo'layotgan bo'lsa, bu qonunga tatbiq qilinmaydi. Xatlov qilinmaydi. To'g'ri. Javob oldik, qanaqa javoblar. Endi bizga aniq bir bizlar aniqlashtiradigan dunyomiz bu xalq norozichilik kelib chiqqan nima? Jarima 2018-yildan burun qurilgan imoratlarga jarima hozircha qilinmaydi. Bu bo'yicha adliyaning ham xati bor. Bizlar ko'rdik. To'g'rimi? Javob oldik desak bo'ladimi?
Xonim Qilinmaydi. dedingizmi bu? Ha? Bo'ldi, javob oldim dedingiz bu. Ha, mayli. Bo'ldi bo'lmasam, mana biz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari mana respublika agentligiga keldik, kadastr agentligida mana mutaxassislar bizga chiqib turib hurmat qilib javob berdilar. Yana xudo xohlasa bular bilan yana nima deysa chiqamiz, viloyatga chiqamiz, oxirida sizlardan ruxsat olib turib shuni qo'yamiz. Bo'lmasam shularga bir chiqib bizlarga shu bizga kelimizni aytib turib, mana oldindan chiqqan nimamiz bor. Javoblarni iltifatishab beramiz, ko'ringlar qani nima deganlarni yaxshimi? Iltimos. Katta rahmat bo'lmasa qabul uchun kerak degan nimani oldik bo'lmasam. Sog' bo'ling. Rahmat. Siz